YouTube kanalimiz a'zolari chiroyli bir variant tushgan korobka holatda. Assalomu alaykum. Joylashgan joyi Kafe Bahor Buxoro kinoteatr deb kelaverasiz. O'qishlar joylari juda ham zo'r, yaxshigina parkovka, chiroyli domdan yaxshigina variant tushgan. Ikkinchi hamda 3-qavat. Ikkinchi qavat haqida ma'lumot beraman. Ikki tomonlama 82 kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Joy juda ham zo'r. Buxoro shahar, demak, Nihol Kaltsoga boraverishda o'ng qo'lda joylashgan. Markaz, juda ham markaz, o'qishlovlari juda ham zo'r. 82 kvadrat 3 xonalik 2 tomonlama proyekt, ikkinchi qavat. Narxi 49,000 AQSh dollari, 3 xonalik, albatta gaz, suv, svet muammosi yo'q. Gazni shundoqqina yoqib sizga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hamma sharoitlarni ko'rsataman. Joyimiz juda ham zo'r, parkovka xizmati, masjid, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Kelsangiz o'zingiz ko'rasiz, pastda bo'ladi, keyingi raqamlarimizda bo'ladi, savollaringizga javob. Albatta kelib o'zingizlar uchun baraka qilib shu holatiga tayyorlar e'tibor qilayotgan bo'lsangiz 70,000 AQSh dollariga chiqib ketdi sizga korobka holatda. 49,000 AQSh dollari. Qolgan ma'lumot pastdagi raqamlarimizda. O'zingizni asrang, obuna bo'lib qo'yamiz. Salomat bo'ling.